Liftni zaklyovkali qilib choklash endi muammo emas. Barcha sirlarini ochib tashladik. Videoni oxirigacha ko'ring. Biz birinchi navbatda joyimizni metga qo'yamiz. Bizning joyimiz 31,5. Chizib ham oldik. Metkamizdan ikki yonga qarab chiziladi. Sababi bu ichki burchak bo'lgani uchun. Agar tashqi burchak bo'lganda bu metkadan plus bu yoqqa chizilardi. Hozir buni ichini chizamiz. Tomonni ham chizib oldik. Odatda biz quloqli qilib bir tarafini tekis kesardik. Bu safar bu yoqda ichki tomondan 2 sent, bu yog'i 1 sent qoldirib kesamiz. Ham oldik, endi bularni birlashtiramiz. Birlashtirib ham oldik, endi buni ichki tomondan zaklyovka qilamiz. Ko'rinishi xuddi shu holatda bo'ladi. Hozir buni qayirib zaklyovka qilamiz. Zaklyovka ham qilib bo'ldik. O'ta baquvvat, zabardast. Bu yoni bilan bu yoniga germetik qilib qo'ysa bo'ldi. Hech qanaqa suv o'tmaydi, xudo xolasa. Buni hozir tashqi tomondan ham ko'rsatamiz. Tashqi tomoni ham o'ta ideal holatda bitta. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zi bet olmaylik xizmatingizda. Sizga ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini ayamaysiz.